Assalomu alaykum, qadrli YouTube kuzatib o'tirgan akalar, ukalar, opalar, singillar, xolalar. Mana bugun sotilayotgan uy-joy chiqaryapman. Jigalarimiz uy-joy sotiladi. Kimki olmoqchi bo'lsa. Mana shu ko'rib turgan uy-joylaringiz 5 xonadan iborat. Hozir o'zingiz ko'rasizlar. Polni kalidor tunikofon bo'lgan. O'zingiz ko'ryapsiz, tunikofon bo'lgan. Girdi atrofi pol aylanasak tunikofon bo'lgan. Granisa mana shu ko'rib tursa eski darvozadan buyog'i mana ikki darvoza ham mana shu uy egasiga tegishli. Sizlar olayotgan uy egasiga tegishli. Hovli 15 sotiq, 5 xonali qadrli yurtdoshlar. Ekranda ko'rib turgan telefon nomer, mana shu uy joyda egasining telefon nomeri, dokumentlari hammasi qoidaviy qadrli yurtdoshlar. Kim olmoqchi bo'lsa, mana bugun biz Darnoxe Nosir Xusrov Podboz mahallasida adres manzil. Mana halaka katta ko'pirga kirgan yerda ikkinchi uy ekan. Ikkinchi uy mana shu uy-joy jigalarimiz sotiladi. Chilchashmani yo'lida o'zingiz bilasiz, Darnoxe Nosir Xusrov varatasiga 7 metr bir ko'cha bor. Chopga burilayotgan. Shuna dakansa kirib kelsa podvozga kirgan yerida akalar ukalar. Ketdik. Polni varata qo'yilgan qoidaviy tunikofon urilgan. Kechasi mana yerda svit yonib turadi. Tunikofonga svit qo'yilgan qoidaviy. Uy qoidaviy remont bo'lgan. Uy. O'zingiz ko'ryapsizlar, polni baland tunikofon bo'lgan mana kalidor. Shu yerda necha metr uzuni bilmayman. Bir 10 metrdan uzunda uzuni ham. 14 metr ekan uzun polni tunikofon bo'lgan ko'ryapsizlar. Balandlar ko'rsatadi. Kirgan yerda katta svit qo'yilgan. Kechki vaqtda jab-jarib turadi kechasi. Ali temir ekonomik ko'mir pechkasini olib keldik. Ham ko'mir pechka, ham o'tin pechka kimga kerak bo'lsa, bemalol mojga chiqaverasiz. Telefon nomerim murojaat uchun 902 12 42 42 telefon nomeri, o'zim shaxsiy telefon nomerim. Kimki ekonomik ali temir, o'tin pechka va ko'mir pechkasini olmoqchi, baniga ham uyga ham 100% bo'ladi. Qadrli yurtdoshlar, razbiri uzuniga 60, yeniga 35, balandligi o'sha yerdan 80 sm qadrli yurtdoshlar. Bismillahirrohmanirrohim. Narxini video davomida tushuntiramiz hammasini qadrli yurtdoshlar. Mana ichkarisiga koridorga kirgan joylaringizga jetkovoy urilgan ekan qadrli yurtdoshlar. Mana mayda-mayda 3 ta deraza urilgan ekan. O'zimiz hozir zamonaviy uylardan biri chertoji. Mana jetkovoy urilgan, polni patologlar gipsakardan bo'lgan ekan. Mana ko'ryapsizlar, gipsakardan bo'lgan, mana ko'ryapsizlar. Ichkari apoq svitda chiroyli. Mana darvozalarim baquvvat darvozalardan qadrli yurtdoshlar. Prosta darvoza emas, shani aytayin. 1000 somondan ziyodli darvoza narxi. Videoning boshida aytib o'tdim, mana shu shifoner qoladi. Mana garnitr shifoner qoladi. Kimki olmoqchi bo'lsa, mana ko'ryapsizlar. Derazalar ham katta-katta tashlangan plastik deraza va necha razmer derazan? 1,5 ga 1,5 ekan deraza. Akalar ular 1,20 ga 1,30 emas, 1,5 ga 1,5 deraza katta qo'yilgan ekan. Mana shu garnitrlari qolar ekan mana. Bu xona ham polni, mana o'zingiz ko'ryapsiz, jetkovoy olgan, sifati zo'r, mana chiroyli chiqqan uyda ichi. Xo'p. Dokumentlarga jigalar xavotir olmangizlar, qoidaviy hammasi. Xo'p. Bunisiga 3-chi xonaga kiramiz, qadrli yurtdoshlar. Buni ko'ryapsizlar, katta xona, patologlar ko'rsating. Ikkita katta lustra urilgan ekan. Mehmonxona bo'l menimcha, qadrli yurtdoshlar. Mana ko'ryapsiz, katta televizor qo'yilgan. Televizor qoladimi? Televizor qoladi ekan. Razmer nechaga televizor? Qarochi televizor juda katta. Masalan, mana shu uyga bob tushgan. Mana misolda katta xona, mana o'zingiz ko'ryapsizlar. Razmer nechaga mana shu xona o'zi? 8,5 ga 3,5 ekan razmeri. Mana ko'ryapsizlar. Polni jetkovoy urilib, uy remont bo'lgan, mana baland gipsakardan undan remont bo'lgan. Zamonaviy mana remontdan chiqqan ekan qadrli yurtdoshlar. Kondisioner ham qoladi ekan qadrli yurtdoshlar. Kondisioner ham sizlarga podarka. Mana shu uyda, bu uyda nimani o'qitasiz? Nima? Gilam-pilamlar qoladimi? Shu pardalar ham mumkin qolar o'ziga. Mana qadrli yurtdoshlar, mana derazalar mana ko'ryapsiz. Xo'p, darvozasi alnovoy ekan. Mana darvozani ko'ryapsiz, darvozasi alnovoy. Qadrli yurtdoshlar, zakonni. Ha. Bu yoq oshxona ekan. Joy bor, bu tomonda ham joy bor, oshxona kelajakda. Shu yerdan kirib chiqqani ham qulay ekan. Shto bu kelajakda o'ylab ish qilgan ekan. Xo'p, keyingi xonaga o'tamiz. Mana polni tushuntirib o'tdik deb o'ylayman. Mana jetkovoy o'rilgan. Remonti chotka bo'lgan, ko'ryapsizlar. Biran kamchiligi yo'q deb o'ylayman. Hovli kirgan joy mana stejka.
baland polni tilakafon bo'lgan. Qadrli o'rtacha darvozalar ham yaxshi darvozalardan qo'yilgan ekan. Bu darvozani bir ko'rgandan aka ukalarimiz tushunadi. Uy remont qilgan mana shu darvozaga ishlatishga odamlar sirasi tushunadi. Xo'p, dalsha. Xo'p, bu yoqlar jigalarimiz mana detskiy xonalar. Jigalarimiz mana o'zingizga maydagina xona. Xo'p, bu divan qoladimi? Divonni olib ketadi qadrli o'rtoshlar. Mana shu uyning holi o'zi qoladi qadrli o'rtoshlar. Mana o'zingiz ko'ryapsizlar. Uy normal remontdan chiqqan. Mana plastik potolog urilgan qadrli o'rtoshlar. Mana jitkovoy urilgan baland gipsakordan. Pechkasi bor mana. Kameraga o'tin bilan mayda xona ekan, issiqqina olib qoladi. Mana detskiy xona qadrli o'rtoshlar. Xo'p, razmer necha bu? Bu 280 ga 360. 280 ga 360 ekan. Bunda yerda televizori bor. Bu tomondan bir olib boring. Televizor qoladi? Televizor qoladi qadrli o'rtoshlar buni. Mana marhamat o'zingiz ko'ringizlar, bu televizor qoladi. Xo'p, bu yerdan chiqamiz. Bu yerdan chiqamiz, mana bu hozirchalik временный kufna bo'lib turibdi. Endi sizlar nima qilasizlar? Bu uydagilar временный kufna nima qilib turibdi mana. Qadrli o'rtoshlar. Bular hammasi mana jitkovoy urilib, remontdan chiqqan ekan. Qoida va uyda ko'ryapsiz. Kelasizda shunday yashaysizlar, tamom. Biram problemasi yo'q qadrli o'rtoshlar. Keyin bu tomon hovli. Ular o'zlaringiz ko'rdilaringiz. Mana shu ko'rib turgan 5 xonali uy-joy sotiladi. Mana bu tomoni ham uy-joyning egasiga tegishli. O'choq tondirda ko'rayotgan bo'lsangiz, shu dualdan buyog'i mana shu tay past ko'rsating, bu tomon ko'rsating. Bu tomonni ko'rsatgan bo'lsak, xo'p, mana jigalarimiz ko'ryapsizlar. Shu nimagadir Makkaga ha? Shu ko'rib turgan bo'lsangiz, Makkaga mana shu yerda chegara ekan, u yog'i mana nimalar, terak-beraklar bor. Qarochi mana yig'in bo'layotgan, suv kelayotgan joy. Kelasizlar, yashaysizlar qadrli o'rtoshlar. Uy remontdan chiqqan, bitta o'choq tondirining usti yopilsa ekan, fundamenti bitta o'choq tondir qilasiz, tamom jon. Boshqana qilasizlar demoqchiman. Mana bir kamaz bu yoqda toshi bor ekan. Mana oshxonaga toyir, buni og'il oshxonaga toyir tosh kelib turibdi. Qadrli o'rtoshlar. 40 metr, 45 metrga bemalol jita tosh. Fundament qo'ymoqchi bo'lsalaringiz. Mana bu yoqda zordonlar bormi? Jizim-puzimlar bor. Mana kelajakda mana shu mana o'zi stupenkasini ham ko'tarib qo'yibdi. Faqat u yoqda nima qiladi? Tamom. Uyga qo'shaman nima qilsa qilib, chotka nima qilsangiz bo'ladi. Baquvvat nimalar ichiga beton ham qo'yilgan ekan mana. Mana shunday gaplar. Hay nima deymiz? Ekranda ko'rib turgan telefon nomer, mana shu uy-joyda egasining telefon nomeri. Mana bu narsa, mana kachilar, karavot uydagasi olib ketadi qadrli o'rtoshlar. Kachilar bilan karavotni. Xo'p. Mana bu tomon qadrli o'rtoshlar, mana ko'ryapsizlar, og'il ekan. Mana yoqda mol-pol baylagani, og'il polni usti yopilgan ekan, toyir ekan. Mana ko'ryapsizlar. Mana shunday sharoitda mana zordali yigilgan, zordali ko'tarilib, polni soya qilib turgan tagini. Adres manzil No'xoy Nosir Xusrob Podboz mahallasida kirgan yerlaringizda Podbozga kelamiz. Birinchi uyimiz, ikkinchi uy. Mana shu ko'rta uy-joylarimiz sotilyapti qadrli o'rtoshlar. Uy mana ko'ryapsizlar, normal dekorativ fasad bo'lgan, rangi ham o'chmaydi. Buni kuniga kechqurun bir jo'samiz, mana shu svetdan noborat chiroyli chiqadi, rangi o'chmaydi. Qarochi o'ziga yarasha normal talab remont bo'lgan. Narxi jigalarimiz 310 ming somon. Yana muomalasi bor qadrli o'rtoshlar. 310 ming somon yana muomalasi bor. Dokumentlar hammasi qoidaviy. Mana kelasizlar, uy remont qilay, uy qilayin deb jotmaysizlar. O'zingizni qiynab. Sizlar faqat shu oshxona qilasiz, omorxona qilasiz qilsalaringiz, keyin normal bir zamonaviy og'il qilinsa, og'il qilasizlar. Mana mol bo'lganman desam, molga bo'p uy jigalarimiz. Hay nima deymiz, jigalarimiz sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Keyingi videoklarimizda sog' salomat ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qilingizlar.